Sarg'ish ketmayapti. Doktorga borib kelaylik. Soppa sog' bola. Ketadi axir o'sha sarg'ish. Iltimos, shu 5 oylik bolamni ko'rib qo'ying. Chaqirsangiz eshitmaydi, ko'zi g'ilaylanadi, qo'llarini tirishtirib, boshini orqaga otadi. Farzandingiz sarg'ayganmidi? Xon 2 oy sarg'aygan. 2 oy. Hozir siz sanab o'tgan belgilar chaqaloqlarda uchraydigan sariqlikni o'z vaqtida davolanmaslik oqibatida kelib chiqadigan asoratlarni eslatyapti. Bu ko'zini bir nuqtaga qadab qolishi, talvasa, g'ilaylanish hamda yaxshi eshitmaslik, karlik va qo'llardagi gipertonus men kuzatganimdagi chaqaloqning rivojlanishidan orqada qolish belgilari. Afsuski, ko'pchilik bolalarda uchraydigan sariqlikning uzoq davom etishi DTPga olib kelishi mumkin ekanligi haqida o'ylab ham ko'rmaydi. Eng achinarlisi, yuqoridagi asoratlarni barchasini birgina fototerapiya orqali bartaraf etish mumkin edi. Agar farzandingizda sariqlik kuchli va uzoq davom etayotgan bo'lsa, mutaxassislarga murojaat eting. Ular foto lampalarni uyingizga eltib berishadi va bolani xavfsiz usulda terining yuzasidan maxsus asbob orqali sariqlik miqdorini aniqlab berishadi. Birgina shu oddiy yechim farzandingizni bir umrlik nogironlikdan asrab qoladi. Ushbu videoni homiladorlarga, yaqinda farzand ko'rgan barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying, ogoh bo'lishsin.